Restoranlarda palon pulga sotiladigan bu pishloqli kotletlarni o'zim tayyorlash o'rganganimdan beri bitta porsiyasini puliga butun oilamga yetadiganini pishiryapman. Hozir sizlarga ham bu taomni barcha sir-sinoatlari bilan tayyorlashni ko'rsataman. Demak, kotletlar uchun 700 gram yog'siz qiymaga 1 dona tuxum, qirg'ichdan chiqarilgan bitta yirik piyoz, 70 gram qiymalagichdan chiqarilgan dumba, 1 yosh qoshiq non talqoni, ta'bga ko'ra tuz, 1,5 choy qoshiq kashni churug'i va murch qo'shib, qiymani yaxshilab urib xuddi xamir qorgandek taxminan 10 daqiqa qorishtiramiz. Kotletlarimizni sochni va mazali bo'lishini asosiy siri aynan shunda, qiymani yaxshilab qorilishi va tindirilganligida. Bu usulda tayyorlangan kotletlar qovurayotganda yorilib ketmasdan, formasini zo'r ushiydi, ichidagi nachinkasi esa oqib ketmaydi. Tayyor qiymani ustini yopgan holda kamida 1 soat sovutgichda tindirishimiz kerak. Tinib olgan qiymadan taxminan 100 gram o'lchab qo'lda avval urib, keyin xuddi videoda ko'rsatganimdek selofan paket yordamida yupqa qilib ochamiz. O'rtasiga yaxshi eriydigan ozgina pishloq va yanada mazali bo'lishi uchun cheddar pishloqdan yarimta qo'yib, nachinkani qiyma bilan buklab ustidan yopishimiz kerak. Chetlarini yaxshilab qo'lda yopishtirib, chiroyliroq forma berishga harakat qilamiz. Shu tariqa qolgan kotletlar ham tayyorlab olinadi. Ushbu masalliqlardan 10 dona kotletlar chiqishi kerak. Kotletlarni ozgina yog' solingan grill tovaga solib, o'rta olovda har tarafini 4-5 daqiqadan qovuramiz. Qiymamiz yaxshi pishitilgan va yupqa yoyilganiga ichlarigacha zo'r pishadi. Bundan xavotir olmanglar. Qizlar, eski qozon tovani yengisiga almashtirish vaqti keldi. Ramazon oyi munosabati bilan Mechta kompaniyasi ajoyib aksiya e'lon qildi. Eskirgan qozon tovalarimiz evaziga endi Mechtadan 30% chegirma bilan yengisini xarid qilishimiz mumkin. Qozon tovalaringiz aynan Mechtaniki bo'lishi shart emas, hammasini qabul qilishadi. Bizlar joylar shunaqa zo'r imkoniyatdan foydalanib qolamiz. Aksiya 1-aprelgacha davom etadi. Kotletlarni yoniga o'zingizga yoqqan garnir tayyorlashingiz mumkin. Men qovurilgan sabzavotli hamda kartoshka fri tayyorlab oldim. Xohlasanglar guruch dimlasanglar ham zo'r bo'ladi. Tayyor taomimizni issig'ida dasturxonga tortamiz. Buni sochniligini qaranglar qizlar, ichlarigacha zo'r pishgan. Mazasi xuddi shashlikni eslatib yoradi. Juda ham mazali, restoranlarnikidan ancha zo'r chiqadi deb bemalol ayta olaman. Albatta ushbu retsept bo'yicha tayyorlab ko'ring. Videoni saqlangiz qilib, yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Like va izoh qoldirishni ham unutmang. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr.